Dunyoda odamgarchilik sotilsa, din nomidan yolg'onlar to'qilsa, buning badalini bolalar to'laydi. Erkak kelib bolalarga ham tovon to'latasanmi? Urushsang, tenging bilan urush. Ayollar va bolalar bor joyda faqat ehtirom bo'ladi. Bizdan o'rgan. Bizda bolali uy xo'roz qandga to'la bo'ladi. Bizda bolaning tabassumi uchun har qanday halovatdan kechadilar. Ey odam, tirnoqqa zor qancha, kechalari tizilar yedirilib, Allohdan so'rayotganlar qancha. Siz bo'lsa millatchilik deb so'yib tashlayapsiz. Avtomatda otib o'ldirmasa ham tezlik bilan nuqta qo'yayotgan qancha. Tez yursam hamma qarsak chaladi deb o'ylasangiz kerak. Tibbiyotni oliftalik bilan bitirayotgan ba'zi qassoblarga bolalarni ko'rsatishga qo'rqasan. Tirigini olib kirib ketib, qaytib bermayapti. Hamma kuchi yetganini savalaydi. Norasidalarni o'ldirayotganlar, ehtiyot bo'ling. Ular sizni Allohga aytib berishadi. Urushlar tugaydi. Rahbarlar qo'l berib so'rashadi, ammo ona shahid ketgan o'g'lini kutib yashaydi. Quyosh bo'lib, tunlar yulduz bo'lib boqasan osmonlardan endi sen